Ikki o'zbek Bragaga nega kerak? Bragadan javob. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. $100 olishni xohlaysizmi? Jahon chempionatidagi bilimlaringizni oshirishnichi? Unda kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan oling va $100 ni qo'lga kiriting. Yevropa klublarining O'zbekiston futbolchilariga bo'lgan qiziqishi asta-sekin oshib bormoqda. Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov yuqori darajada o'ynay olishini allaqachon isbotladi. Muhammadali O'rinboyev Belgiyaning Antwerpen jamoasi asosiy tarkibidan o'rin olishga harakat qilmoqda. Behruz Karimov va Jahongir O'rozov kabi iqtidorli yoshlar xorij klublari nazariga tushgan. Endi Yevropada o'ynash imkoniyati o'zbek futbolining 2 nafar yosh vakili Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovga ega bo'ldi. Ular Portugaliyaning Braga klubi tizimiga qo'shildi va U23 jamoasi bilan yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Klub nomi o'ziyoq katta umid uyg'otadi. Braga yosh futbolchilarni topish, rivojlantirish va katta klublarga yuqori narxda sotishni yaxshi biladi. Biroq uning tizimiga kirish asosiy jamoaga yaqinlashganligini anglatmaydi. Hasanov va Sodiqov avval yoshlar darajasida o'z o'rnini mustahkamlab, iqtidori Yevropa raqobatiga dosh bera olishini isbotlash kerak bo'ladi. Euraziya futbol nashri bunyodkor bosh murabbiy Ilyos Zeytullayev va Andijon murabbiylar shtabi a'zosi Sergey Aslanov bilan suhbatlashdi. Shuningdek, yosh futbolchilarning Braga ichidagi yo'li qanday tashkil etilganini o'rgandi. Har ikki futbolchi ham kattalar futbolda deyarli o'ynamagan. Hasanov bunyodkor safida Superligada 6 uchrashuvda qatnashib, jami 143 daqiqa maydonda harakat qilgan. Shuningdek, kubok bahslaridan birida maydonga tushgan. Sodiqov hisobida esa mamlakat chempionatida Andijon safida 3 uchrashuv va 35 daqiqa bor. Ikkalasini qo'shganda ham Superligada 180 daqiqadan kam o'yin amaliyoti yig'iladi. Shuning uchun Braga bu holatda tayyor futbolchilarni emas, balki keyinchalik kattalar futboldagi karyeraga aylantirishi lozim bo'lgan sifatli majmuasiga ega umidli yoshlarni qabul qilmoqda. Hasanov va Sodiqov to'p bilan nostandart harakat qila oladigan hujumkor futbolchilar. Ikkalasi ham raqibni aldashdan, o'yinni o'z zimmasiga olishdan va individual harakatlar orqali vaziyatni keskinlashtirishdan qo'rqmaydi. Ularning aynan shu sifatlarini sobiq murabbiylari alohida ta'kidlaydi. Futbolchilik faoliyati Italiyada, jumladan Juventusda o'ynagan bunyodkor bosh murabbiy Ilyos Zeytullayevning fikricha, Hasanov o'z xususiyatlari bilan Yevropa futboliga juda mos keladi. Uning kuchli tomonlari individual o'yin, oldindan aytib bo'lmas harakatlar va birga bir vaziyatda raqibni alday olish qobiliyati. U bir yoki ikki raqibdan bemalol o'tib ketishi mumkin. Bunday futbolchilar bugungi kunda ayniqsa qadrlanadi, chunki ular yaxshi tashkil etilgan pozitsion himoyani yorib o'tishga yordam beradi, dedi Ilyos Zeytullayev. Shuning uchun o'zbekistonliklarning eng yaqin maqsadi asosiy jamoa emas, avvalo ular yoshlar darajasida mustahkam o'ynashib olishi, muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi va keyingi qadamga tayyor ekanini isbotlashi lozim. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqov Braga yoshlar jamoasidan asosiy jamoaga o'ta oladimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.